Tepa tumani Kattaqal'da joylashgan ushbu 5 sotuvli uyimizning narxi 275 ming, kelishadigan joyi bor. Fasadga bitta mehrib bersangiz, uy narxi 300 mingdan oshishiga biz garantiya beramiz. Ulgurib qolinglar, raqamlarga aloqaga chiqsanglar baraka qilamiz. Uyimizning umumiy ko'rinishini ko'rib olsanglar, juda ham fayzli o'zbek mahallada joylashuvi Kattaqal'ni Guliston mahallasi ekan. Ko'chalarni qarang, kengligini ikkita mashina bemalol o'tadi. Undan tashqari ziloniy zonaga zaxlatlar tashlab ketilgan. O'ng tarafimizda ham, chap tarafimizda ham. Hozir uy ichlarini bitta ko'rib chiqamiz. Bismillah deb hovliga ham kirib oldi. Uyimizda 5 sotuv 20 ga 25 ekan. Hamma kommunikatsiya bor, gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q ekan. Hovlimizda preobrazniy bo'lib tushgan ekan. Pishgan g'ishtdan juda ham mustahkam qilib qurishgan ekan. Ichkariga 3 ta mashina bemalol sig'adi. Asosiy uyimizga kirishimiz bilan chiroyli hol qilib qo'ygan ekanlar. Onaxonga to'g'rida spalni qilingan, o'zini sanuzullari bor ekan. Ko'rib bitta baho berasizlar. Ikkinchi qavatda bo'lsa, o'zlariga spalni qilgan ekan. Hozir uni ham bitta ko'ramiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan katta zal hol qilingan ekan. Xonalar juda ham katta qoldirilgan ekan. Hozir spalnini ham ko'ramiz. Spalnini ham qarang, kattaligini. Xohlagan mebelni olib kelib jihozlab olsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r katta spalnini yaxshi ko'radiganlar like bosib qo'yinglar. Ikkinchi qavatga umumiy sanuzul qilgan ekanlar, juda ham keng va chiroyli. Ikkinchi qavatdagi detskiy xonamiz ham juda ham katta ekan, qaranglar, juda ham chiroyli, yorug' ranglardan foydalangan ekanlar. Bu yerda terrasa qilib chiroyli qilgan ekanlar. Borligi xona qilgandan keyin razdijnoy romla qo'yganlar, romla ochiladi. Bu uy fasadiga bitta mehr beradi, zo'r deb planirovkalarni ham yoritmashashdi. Qarang, bir qavatli kirishimiz bilan oshxonada такой chiroyli oshxona qilib qo'yishgandi. Men eshikdan kirib shunday choy ichadigan xonali. Juda ham aql bilan plan qilishgan ekan. Menga juda ham yoqdi, like bosish esdan chiqmasin.